Assalomu alaykum do'stlar. Yuz suyaklarini o'rganishda davom etamiz. Pastki burun chig'anog'i, concha nasalis inferior haqida gaplashamiz. Pastki burun chig'anog'i juft suyak hisoblanadi. Yuqorgi va o'rta burun chig'anoqlari esingizda bo'lsa, os etmedialis, g'alvirsimon suyakning tarkibiy qismlari edi. Pastki burun chig'anog'i bo'lsa, alohida suyakdan iborat. Yuqori chekkasi bilan ustki jag' va tangnay suyagining crista conchalis, ya'ni chig'anoq qirrasiga birikib turadi. Bu suyaklarni o'tganda gaplashdik. Ikkalasida ham crista conchalislar bor edi, aynan pastki chig'anoq uchun. Buning qismlari bor. Concha nasalis inferiorning processus maxillaris ustki jag' o'sig'i burun bo'shlig'ining lateral devoriga bog'lab turadi va hiatus maxillarisni qisman yopib turadi, aynan shu processus maxillaris qismi. Keyingisi processus lacrimalis degan ikkinchi o'sig'i bor. Ko'z yosh o'siqchasi ko'z yosh suyagiga birikadi. Va processus etmedialis nomini qaraymiz, g'alvirsimon o'siqcha. Demak, g'alvirsimon suyakning processus uncinatus ilmoqsimon o'simtasiga birikib turadi. Mana bu joylashuvi. Demak, burunning pastki chig'anog'i, uning yuqorisida o'rta burun yo'li, pastkisida pastki burun yo'li joylashyapti. Ya'ni meatus nasi media hamda inferiorning orasida turibdi. Bu joyda bo'lsa oldingi tarafdan ko'rsatilyapti. Aynan mana bu qism concha nasalis inferiorga to'g'ri keladi. Bu halqum tarafdan ham ko'rsatib qo'yilyapti buni. Va yana bu joyda aynan biz aytgan o'simtalari processus lacrimalis ko'z yosh suyagi bilan birikadi, etmedialis g'alvirsimon suyakning processus uncinatus qismi bilan. Bundan tashqari processus maxillaris qismi mana yuqori jag'ning hiatus tomoniga qaragan bo'lib, uni biroz yopib turadi. Va keyingi asosiy suyaklarimizdan biri yuz suyaklari orasidan pastki jag' suyagi mandibulia. Mandibulia juft suyak, toq suyak hisoblanadi, juft bo'lib qolibdi. Demak, toq suyaklarimiz o'zi mandibulia bor edi, vomer bor edi hamda til osti suyagi bor edi. Mandibulia toq suyak va kalladagi birdan bir harakatchan toq suyak bo'lganda ham, ya'ni chakka suyaklari bilan chakka pastki jag' bo'g'imini hosil qiladi. Chakka suyagini gaplashganda chakka suyagidagi aynan shu mandibuliani bosh kirib turadigan chuqurcha va bo'g'imni chegaralaydigan tuberkulumlarni ko'rgan edik. Mandibuliyaning quyidagi ikkita qismi bor. Korpus mandibuli, pastki jag' suyagi tanasi va ramus mandibuli, pastki jag'ning shoxi. Mana ko'rinishi, pastki jag' suyagi yakka suyak, yon tarafdan ko'rinishi, boshi mana bu chuqurchaga kirib turibdi, fossa mandibuliga. Korpus qismi mana bu oldingi qismi va mana bu burilgan qismidan yuqori qismi bu ramus qismi hisoblanadi. Mana ramus qismi. Mana bu joyda ham yana o'sha chegaralari ramus va u yog'i bu tarafi korpus qismlaridan iborat. Korpus mandibuli pastki jag' tanasi taqasimon hisoblanadi. Ko'rganimizdek mana markaziy toq qismi. Va qismlari bor uni ham. Bazis qismi bor. Bazis mandibuli asos qismi, qalinlashgan mana bu qismi. Endi yuqori jag' suyagida ham alveolyar qism bor edi-ku. Mana pastki jag'da ham ikkinchi qismi pars alveoliaris, tishlar joylashadigan alveolyar qism. Pars alveoliarisda quyidagi tuzilmalar bor. Arcus alveoliaris, alveolyar yoy, juga alveoliaria, alveola bo'rtmalari, alveoli dentalis, tishning alveolalari, septa interalveoliaria, alveolalar aro to'siq va septa interradicularia, tish ildizlari orasidagi to'siqlar. Bularni yuqori jag' suyagida o'qib o'rganib olgansizlar. Mana ko'ryapmiz, pastki jag' suyagini mana bu alveolyar qismida alveolalar ko'rinyapti. Alveolalar orasida septa interalveoliariyalar ko'rinyapti va bitta alveolani ichidagi tish ildizlarini ajratadigan qismlari septa interradicularia deb ataladi, ildizchalar aro to'siq. Va mana yana shu alveolyar qism ko'rsatilyapti. Bazis qismi mana bu pastda bo'ladi. Bazis mandibuliyada nimalar bor? Bazis mandibuliyani ko'radigan bo'lsak, mana bu tashqi yuzasi bor va ichkariga qaragan ichki yuzasi bor. Tashqi yuzasida protuberantia mentalis, engak tepaligi bor, o'rtadagi iyak qismimizda. Suyak tanasining oldingi qismidagi o'rta chiziqda joylashgan bu va foramen mentali bor, engak teshigi. Tepalikdan orqaroqda qon tomir va nervlar o'tadigan engak teshigi. Undan canalis mandibuli boshlanadi va uni tugash joyi ramusning ichki tomonida bo'ladi, uni ham ko'rsatamiz. Liniya obliqua qismi bor, bazisda qiyshiq chiziq engak teshigini orqasidan boshlanadi va yuqoriga va orqaga yo'nalib tojsimon o'simta asosida tugaydi. Ramusgacha chiqib boradi degani bu. Ichki yuzasida nimalar bor? Spina mentalis, engakning o'tkir qirrasi markazda o'rtada turadi. Fossa digastrika bor, ikki qorinchali mushakning chuqurchasi. Va o'tkir qirrani yon tomonidan pastki jag' asosida davom etib shu joyda joylashadi. Mana
spina bo'ladigan bo'lsa, uning yonida pastki jag' asosida joylashadi. Fovea sublingualis bor til osti chuqurchasi. Aynan til osti bezi sohasida joylashgan, o'tkir o'siq ustki chekkasining ikki tomonida. Liniya milogieydeya degan chizig'imiz bor. Jag' til osti chizig'i. Liniya milogieydeya. Til osti chuqurchasi ostidan boshlanadi va mana bu fovea sublingualisdan yuqoriga qiya yo'nalib tananing orqa uchigacha boradi. Til osti bezi joylashadi bu joylarda. Fovea submandibuliaris. Jag' osti chuqurchasi jag' til osti chizig'ini ostida, jag' tishlari sohasida joylashadi. Jag' osti bezi aynan shu sohada, fovea submandibuliarisda joylashadi. Ya'ni liniya milogieydeyaning ostida joylashadi bu. Mana boshidan boshlaymiz. Protuberansia mentalis o'rtadagi tepalik, engak tepaligi. Tuberculum mentale ikki tomondagi kichik do'mboqchalar. Va bu joyda foramen mentale, bu kanalisga davom etadi. Kanalis mandibuliga davom etadi, ichkaridan o'tib ketadi. Va mana kanalis mandibulidan o'tadigan nervlar ko'rsatilgan bu joyda. Va bu joyda yana o'sha kanalis mandibuli foramen mentalidan boshlanyapti va ko'ryapsizlar qanday o'tyapti, zon tiqib ko'rsatib qo'yilgan bu joyga. Va protuberansiya, tuberkulumlar ham alohida ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari mana yug alveolariyani ko'ryapmiz. Alveolar qismdagi tashqi yuzada ya'ni bo'rtqichalar ham bo'ladi dedik, ular ham turibdi. Mana endi liniya obliqua bor dedik, qiyshiq chiziq mana bu joyda foramen sohasidan. Mana bu joydan boshlanadi va tepagacha chizib chiqib ketadi. Liniya obliquamiz. Va ichki tomondan spina mentalis o'rtada turibdi, o'tkir o'siq. Uning ostida fossa digastrika ikki tomonda mana ikki qorinchali muskul yotadi dedik. Bundan tashqari fovea sublingualis mana bu joyda joylashyapti. Spinaning yuqorisidan ikki tomonga qarab ketyapti. Uni ostida liniya milogieydeya bor. Ya'ni jag' til osti chizig'i bor dedik, mana ko'ryapmiz. Shu chiziq bor va bu chiziq spina mentalisdan ikki tomonga ketyapti, asosigacha, mana bu joygacha va uni ostida endi fovea submandibuliaris bor. Jag' osti so'lak bezi joylashishi uchun mana fovea submandibuliaris. Shu qismlarni aytib o'tib ketdik yuqorida biz. Liniya milogieydeya mana endi shu fovea sublingualis bilan submandibuliarislarning orasidagi chiziq. Endi mana bu joyda yana o'sha narsalar spina mentalis, fovea sublingualis, fovea submandibuliaris, fossa digastrikalar sxematik ravishda ko'rsatilgan va bu joyda liniya milogieydeya ham ko'rsatilyapti. Ramus qismida nimalar bor? Ramus mandibuli pastki jog'ning shoxi, angulus mandibuli pastki jag' burchagi bor. Bu tana va shoxning birikishidan hosil bo'lgan o'tmas burchak, ya'ni qiyaroq joylashgan burchak. Tuberositas massaterica aynan shu burchak sohasini, angulusni tashqi yuzasida joylashgan g'adir budurlik, chaynov g'adir budurligi shu nomdagi muskul birikadi, ya'ni musculus massaterica birikadi. Tuberositas pterygoideya burchakning ichki yuzasida joylashgan qanotsimon g'adir budurlik, aynan bu joyga qanotsimon muskul birikadi, musculus pterygoideus. Suyak shoxi ikkita o'simta hosil qilib tugaydi tepada. Bular qaysilar? Processus coronoideus tojsimon o'simta oldingi tarafida joylashgan, Processus condylaris do'ngli o'simta orqada joylashgan va ularning orasida pastki jag'ning o'ymasi bor, incisura mandibuli. Processus condylaris haqida gaplashamiz, ya'ni Processus condylaris orqadagi o'simtasi. Unda caput mandibuli qismi bor. Aynan shu do'ngli o'siqcha uchi, ya'ni pastki jag' boshchasi kirib turadi fossa mandibuliarisga, chakka suyagining palla qismi ostki tarafidagi. Undan keyin biroz ingichkalashgan qism, toraygan qism collium mandibuli, pastki jag'ning bo'yinchasi bor va fovea pterygoideya qanotsimon chuqurcha bor, bo'yinning old yuzasida joylashgan bu. Mana bu colliumning. Lingula mandibuli pastki jag' tilchasi ham mavjud, aynan ramusda ichki tarafida. Suyak shoxining ichki yuzasida ko'rinib turadi bu va foramen mandibuli mavjud, pastki jag' teshigi. Biz foramen mentale bor dedik, undan kanal keladida ramusning ichki tarafiga aynan foramen mandibuli orqali ochiladi. Canalis mandibuliare. Sulcus milogieideus bor, jag' til osti egati. Biz yuqorida liniya milogieideusni aytdik, endi sulcusi ham bor, egat qismi. Mana angulus mandibuli, tuberositas massaterica shu joydagi g'adir budurlik, ichki tarafida foramen mandibuli ko'rsatilyapti. Mana ramusdagi bu canalis mandibuliga davom etib, mana bu teshiklarga ochiladi, foramen mentaliga. Lingula mandibuli shu foramen yonidagi tilcha. Bu joyda Processus coronoideus oldingi o'siq
va sulcus myloideus ko'rsatilyapti. Mana bu joyda liniya bo'lib keladi, tepada sulcus ekan demak. Va bu joyda processus condylaris umumiy ko'rsatildi va caput mandibuli va collium mandibuli ham ko'rsatib qo'yilyapti. Collium mandibulida bor fovea pterygideya dedik, collium sohasida mana chuqurcha bor va ikkala o'siqning oralarida bo'lsa incisura mandibuli bo'ladi deb aytib ketdik. Pastki jag' suyagini mana umumiy tasvirda yana ko'rishimiz mumkin. Qismlari: ramus ikkita, bitta korpus qismi bor. Korpusni o'zi bazis hamda alveolyar qism. Alveolyar qism ma'lum yuqori va pastki jag'da o'xshash qismlarga ega. Bazis qismida oldida protuberantia mentalis, yon tomonlarda tuberculum mentalilar bor. Bu joyda foramen mentali bor. Bu kanal orqali davom etadi va ichki tarafdagi teshikka ochiladi foramen mandibuliga. Va bu joyda korpus bilan ramusni birlashgan joyda angulus mandibuli joylashyapti. Angulus mandibulining tashqarisida tuberositas mesoterica bo'ladi, ichkarisida tuberositas pterygideya bo'ladi. Liniya oblikva mana bu teshik bo'lsa orqadan davom etib tepaga chiqib ketyapti. Ramusni oldingi tarafidan chiqib ketyapti. Ramusni bo'lsa caput mandibulini hosil qiladigan qismi bor, processus condylaris va processus coronoideus bu oldingi o'sig'idan iborat edi. Keyingi suyagimiz os giidium, til osti suyagi. Bo'yinda pastki jag' suyagi bilan qildoq orasida joylashgan yakka tog' suyak. Demak, qayerda joylashgan ekan? Pastki jag' suyagi bilan qildoq orasida joylashadi, erkin turadi. Uning ham quyidagi qismlari bor. Sodda suyak, korpusi bor va ikkita shoxi bor. Ikki xil shoxi bor. Corpus ossis giidii tanasi, cornua majora katta shoxlari, cornua minora kichik shoxlari. Mana bu joyda joylashadi. Qildoqning tepasida, bo'yin sohasida, pastki jag'ni pastda turibdi. Mana bu joyda boylamlar bilan qildoq to'qaylariga tortilib birikib turibdi. Mana ko'rsatilyapti, korpus qismi yashil rangda ajratib qo'yilgan bu joyda. Mana korpusi. Keyingisi qismlardan cornua majora, ikkita katta shoxi yirik bo'lib turibdi. Va keyingisi cornua minora, mana tepaga yo'nalyapti, katta shoxlari yonga yo'nalyapti. Mana yana ko'rishimiz mumkin. Korpus cornua minorasi kichik bo'ladi va katta cornua majoralari ko'rinib turibdi. Demak, bu oxirgi yuz suyagi edi. Yuz suyaklari haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat. Shularni takrorlab, yodlab olasizlar.